Shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet agentligi hafta davomida kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha O'zbekiston fuqarolari tayyor turing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Haftaning birinchi yarmida havo harorati pastlaydi. Haftaning birinchi yarmiga kelib O'zbekistonda havo harorati pastlay boshlaydi. Bu haqida O'zgidromet ma'lum qildi. Prognozlarga ko'ra 20-aprel dushanba kuni mamlakat hududining katta qismida quruq va iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqatgina Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 24-29 darajagacha ko'tariladi. 21-apreldan 23-aprel kunlarigacha respublika bo'yicha ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. 21-aprel kuni harorat kunduzi 24-29 daraja bo'ladi. 22-23 aprel kunlari esa asta-sekin 18-23 darajagacha pastlaydi. 20-apreldan 22-aprel kunlarigacha respublika bo'ylab ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. 24-aprelda O'zbekistonning barcha hududlari bo'yicha yana quruq ob-havo kuzatiladi. Havo harorati ko'tarila boshlaydi. Tog'oldi va tog'li hududlarda esa vaqti bilan sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda dushanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Seshanba kuni kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Havo harorati 20dan 21-aprel kunlarida 25-28 daraja atrofida bo'ladi. 22-23 aprel kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Kunduzi harorat 22-aprel kuni 24-26 daraja, 23-aprel kuni 20-22 daraja bo'ladi. 24-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 25-27 daraja atrofida bo'ladi, deyiladi xabarda.